Assalomu alaykum qadrdonlarim, tuzumchilar, musulmon xalqi, O'zbekiston. Ayrim sabablarga ko'ra shunaqa do'konlarimiz bo'lib turib, boshimizga ozgina sinov kelib, jicha qaziz bo'lib qolibmiz. Shu o'zbek musulmon xalqini boshiga ish tushmasin ekan. Hatto yaqinlaringiz ham yo'qolib qolarkan, payt kelganda ochiq eshiklar ham bekilib qolarkan. Hatto o'zingizni yaqinlaringiz ishonmay qo'yarkan. Ayrim sabablarga ko'ra bilmayman qaydan nima bo'lib sinov keldi. Mayli qaysidir gunohlarimizga kaforat bo'lib, Xudo xolasa bu kunlar ham o'tib ketadi. Ozgina kunlar qoldi. Duo qilib turinglar, mana shu kunlardan eson-omon chiqib olaylik.